Do'stlar, mana shu ko'rib turgan kottejimiz 2 sotiqdan iborat. Ko'rib turibsizlar, yangi remontdan chiqqan. Xullas, bu uyimizni narxini, xullas o'zimga yoqqanligi uchun boshidan narxini aytib o'tib ketaman. 67 ming dollar. Ko'ring, agar sizda yoqadigan bo'lsa, oxirida videoning oxirida laykchan qizartirib qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar, bu darvozaxonamiz hisoblanadi. Ikkita mashina bemalol ketadi. Zaxira tarzida hovuzlari qilingan, zeleniy joylari bor va kirishdan chap qo'l tarafimizda hovli qismida sanuzel joylashgan. Birgalikda ichkarida ko'ramiz. Kirish qismimizni ko'rib turibsizlar. Chap qo'l tarafimizda va erkaklar uchun zamonaviy holda, hozir bilasizlar, hamma zamon talabi bo'ladi. Chap qo'l tarafimiz va o'ng qo'l tarafimizda ayollar uchun va erkaklar uchun zamonaviy qilingan mehmonxonalarimiz joylashgan va uni yonida o'ng qo'l tarafimizda detskiy yotoqxonamiz bo'ladi va uni ichida sanuzel joylashgan. Ko'rib turibsizlar, prixoshkamizga mana bu yerda sanuzel, отдельный sanuzel joylashgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Va uni to'g'risida oshxonamizdan orqa hovliga chiqadigan eshiklari ham turibdi, mana ko'rishlaringiz mumkin va bu yerda o'tirib o'zlaringiz dam olishlaringiz mumkin, dam olish kunlari. Keyingi xonamizni ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi xonamiz bu ikkinchi yotoqxonamiz bo'ladi, kattalar yotoqxonasi. Buni ichida ham sanuzeli, yuvinish xonalari bitta joyda bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, manziliga keladigan bo'lsak, manzili Nazira Petrolni shunday orqasida joylashgan. Mana shu ko'rib turgan 2 sotiqli kottejimiz bo'ladi. Xullas, batafsil ma'lumot olish uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. O'z fikringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring.